Amerika Avam Palatasining Cumhuriyetçi a'zosi Kristofer Sims bilan Kengash palata a'zosi Marco Rubio Prezident Donald Trumpga bu hafta Argentinadagi 20 davlat guruhi yig'inida Xitoy davlat raisi Xi Jinping bilan ko'rishganda Uyg'urlarning kollektiv holda qamab qo'yilish masalasini kun tartibiga ilib kelish haqida chaqiriq qildi. Sharqi Turkistonda izchil davomlashayotgan tutqun qilish harakatida yana bir danglik Uyg'ur professorining tutqun qilinganligi ma'lum bo'ldi. Uyg'ur Soft şirketining qurg'uvchisi, danglik matematika mutaxassisi va Xinjiang universitetining o'qituvchisi Olim Ahadning soqchilar tomonidan tutib ketilganligi o'tirg'i chiqdi. Olim Ahad magistrlik o'qishini Yaponiyada bitirgandan keyin Sharqi Turkistonga qaytib, 90-yildan e'tiboran Uyg'ur, Qozoq va Qirg'iz tillarining kompyuterda to'nilishiga zo'r to'p qo'shgan va shundaqla boshqa muhim taraqqiyotlarda rol o'ynagan. Amerika, texnika va sanoat sohasida yuz berishi ehtimolligi bo'lgan josuslik tahdidiga qarshi tadbir olib, Xitoydan kelgan o'quvchilarga qarshi qattiq belgilamalarni yo'l qo'ydi. Reuters agentligining xabar qilishicha, Xitoy o'quvchilarga qarta josuslik faoliyatlari bilan shug'ullanish ehtimolligi haqida tekshirish olib berildi. Bu harakat doirasida o'quvchilarning telefon va ijtimoiy taratquv hisoblari yaqindan kuzatildi. Amerika Adliya ministrligi 10-oyda 2 nafar Xitoy istixborot xodimini Amerikaga joylashgan shirkatlardan aeroplan motor texnikasiga oid sonliq ma'lumotlarni o'g'irlash bilan ayblab, Xitoyda ishlab chiqarilgan kompyuter qattiq detallarga josuslik o'ziga o'rnatilganligini o'tirib qo'ygan edi. Amerikada yashayotgan Xitoy fotograf Lu Guangning taklif bilan Sharqiy Turkistonga ketgandan buyon izlayirki yo'q. BBC'ning xabar qilishicha, danglik fotografning ayoli New Yorkda yashayotgan erining Sharqiy Turkistonda fotografchilik bilan aloqador bir faoliyatga qatnashish uchun 23-dekabr Urumchiga ketganligini aytdi. O erdan eng oxirgi qatim 3-noyabr xabar olganligini, doirlarning uchurlariga asoslanganda, uning davlat bexatarligi tarmoqlari tomonidan ilib ketilganligini, shuningdan e'tiboran xabarni ola olmaganligini bildirdi. Fransiyada yiqilg'u bahsining o'sishi sababli boshlangan va bag'ansiri kengayotgan namoyishlarga keng o'rin bergan Yevropa taratqullaridagi ba'zi xabarlarda bu kuch ko'rsatishlar partizanlik urushiga o'xshatildi va poytaxt Parijning qo'rqinchli holatga kirib qolganligi haqidagi tahlillar o'tirg'i chiqdi. Ko'ygan avtomobillar va soqchilar bilan yuz bergan to'qinishlarga aloqador rasmlarga o'rin bergan xabarlarda isyonning faqat yiqilg'u bahsining o'sishiga emas, balki prezident Makronning rahbarligiga qarshi ekanligi ta'kidlandi. Fransiya matbuotlari bo'lsa, Makronning siyosiy kelajagi haqidagi savollarning o'tirg'i chiqqanligini yozdi.